Böyle. Elhamdülillah valla ağaç, buradan şu meşrep mağaralı biraz bugünkü sorunumuzu akılış yap, beni atıda ezeli aldır ağatıda. Azıkanların içine ustup, kakalayımızdan ağır işte duramız. Şimdi bu meşrep tutuda, ömrümüz güvenli hakikaten şu yığılsak, çoğu cihetin vatanının, milletinin derdi ne bana onu değiştirkemiz. Küçük daireden içeride yaşavatlar özümüzün camialarındaki, Münih'teki, Gürmaniye'liklerin başlarının ahvarı, özümüzün ağırlığında 30'u meşrepinin 5'i kıvatkan kıyınçılık neymer, ne kılımız, kaysımız, kandal yerden kılarlarımız, şunu değişivatımız. Sürümüne ait yakşı fikirler oldu. Şu an meşrepin üstümüzden ötken bak kurultaydım bir kararını çıkarıp bu işini bir emelleştiriş için bırakın müzakir buluvatkan bedel tuğulukçu, bedel tuğuluk. Bütün dünyada umumuzda böyle emelleştiriş. Oturasya taraftıklarında işimizde $1 her bir adem güzel işte. Türkiye taraftaki kırındaşlara bir $3'dın. İmkanı yar begen biraz yeni var hem de köşmen oturlukta cayın tepip yiyecek destek olamayan kırındaşlarımızdan bunda bunu kütmeyimiz. Çünkü ula yol üstündeki, sefer üstündeki insanlar yerlik mukum yaşavatkan kırındaşlarga deyilatkan gap. Ama Avrupa'da yaşavatkan kırındaşlarımızga bir $5'dın. Şu şekilde bir emelleşse bu. Çünkü hem bu hazır ahvalda bu vatan millet meselesi biraz sağlam bir kadem bilen, yaxşı bir plan bilen, uzak tatlıvarak durup plan tüzüp kımırsak bir sekrep loya callanıp taşlayılganı taşlap o tükendikini karap oturup bunda kısak bağda meni vatıdı bu işler. Yok vaxtı toktap geliyor vatıdı. Şuna iktisat maşının motorunun meyidek o bomus bomaydı şuna moşunu yaxşı bir piştirirken ötken bırak kurultaydan oturup koyup bırak kılıçta meşrep sütümüz bilen kandak bizim fikirlerimiz, göz karışlarımız, kolumuzun kança ekildi. Şimdi bir değiş bakandık arkadaşlar. Uygurluk bedeli mi? Bedel. Her bir can beşi. Ya muhakkak ya 5 oyuldum ben. Bir aylık mı? Bir aylık 18 yaştan aşkan her bir Uygur'a. Bütün dünya. Şibişiga. Aylıkı. Aylıkı 5. Ayda. $5. Yaxşı fikirken, fikir emas, endi yaxşı teklifken, elbette ki hech qanday bir milliy harakat o'zligidan mangmaydi. Bunun iqtisodiy bedeli bo'ladi. Aslida Dünya Uyghur qurultoyi qurilgan vaqtda €50, $50 aylık deb boshlagan edik. Ve şu vaqtida vazifa olgan, qurultoyga kelgan ve imkoni bo'lgan. Endi u vaqtida ba'zi ko'p yurtdoshlar yangi kelgan vaqtda kelganlarimiz shuni yillarcha $50'dan her ay bu şahsen mening o'zimning tam bo'lganda 6-7 yil kontodan devam etken ve bana o'xshash bir muncha qarindoshlarımızın şu şekilde Dünya Uyghur Qurultayini yaşatış için, faaliyeti için bedel tölegan to'q. Bu vaqtda hech qanday yerdan bir kirim yo'q deydi Dünya Uyghur Qurultayini. Keyin Dünya Uyghur Qurultayiniki ancha-muncha iqtisodiy tuzalgandan keyin bu nima o'ziga kirib qolgan. Bu teklif yaxshi bir teklif. Bunu amalga oshirishimiz kerak. Her bir Uyghur bo'lish sifati bilan Uyg'urlik bedelini to'lash kerak. Yevropa uchun $5 degan munosib bir nima, munosib bir miqdor. Bunu qo'llayman men shaxsan. Men o'zim boshda men oldimizga aydim tortib. Şu. Ya topla. 6. aydan 5. aydan 6. aydan tortib, bunu konto orqali o'dil avatish uchun men o'zim va'da beraman ve qo'llayman ve her bir Uyg'urning bu shunday qilishini tavsiya qilaman.
Keşke kakşap öyle yığılap oturavergen bilen. Keşke WhatsApp'tan vay manda bu tuttu, anda bu tuttu degenden. $1, $3, $5'dan bolsun kichkina bir chiqirib amaliy harakat bilan, kichkina bir ko'ngilni rohat qilib, mushuni o'zim quvvatiman qo'yamdi deb o'zimizni biroz rohatlaymiz. O xeyli bir ishlar dalda bo'ladi. Chunki muqim ishlamda çünkü bir yoqdan 8 soat ishlab, 10 soat ishlab, keyin yugurib qilma deyish ham taslishib ketdi. Burun biroz kuch-quvvatning bu vaqtlarda qilatdiq, imkon yor beradi. Hozir bu yoshlardan keyin nima taski to'xtayotdi. Shunga buningga bir turkimiz ishlayli iqtisodiy sharoit yaratib berayli. İmkanı va sharoit va qila oladigan iqtidor va qarindoshlarimiz muqim bir turkum qilsin. Manson bizmi kuzatib turmiz, yana yandan qo'shimcha to'xtamay yordam qilib turmiz. Shu şekilde qilsak ishlar mangdi ham ko'nglimiz rahat bo'ladi. Albatta. Mening onun qo'shimcha Amerikan 50 euro dedi, 50 euro, 50 mark dedi. Yani mark 25 euro. Mark vaqtida. To'g'ri. Ma'lum bir yillarcha berib keldik. Mishal o'tlag'anlarningki ko'pinchisi ba'zi kendiki to'xtab qoldi. Shu vaqtlarda degan to'q. Her devletki manchilik çaçaylı da hatta devletlergim çaşkan toq. Kazakistan'dan manchilik versin. Yani Kazakistan devleti bitibilen şu hem de her ay 200 euro veya 100 euro miyede Germaniya manchilik, Hollandiya manchilik deb degandek bir 2-3 yıl şu vaqtlarda davamlaştı. Kendike ma'lum sebeplerden bu vazifani üstük ağanlar uni ayaqlashtiramay hem susab ketdik degandan keyin bo'lib momshu nima pul bergani boshlagandan keyin texim susab ketdik pul kelyotdi o degan bahona bilan uningga hech kimningki bir qarshi bir fikri bo'lmaydi deb o'ylayman. Lekin shundaq chiqqan yerlardan bu ishni ixtiyoriy kasbiy emas, ixtiyoriy qilayotganlarning mesela ben üzerine 30 yılın ya bu işini kıvatımen. 30 yılın ya qayerga bağlan bolsam üzerimin yançıqını çıkarıp berip atman. Mişedi jığılgan nimlerin arasında bu kolumuzdan kelgince yardım kılıp atımız. Ulağımı elbette bireyli. Mesela ben demedim belki işler hal bolğanda demde yakında Berlin'e verip geldim. Vardım, geldim, bir gün yattım. Üzerine yançıqını tülep geldik. Ötken yer birisler Japonya'ya verip geldik. Bir Japonya'ya verişinin bildi 700-800 euro. Özümüzün yançıqını tülep geldik. Ama bu neyle bir gün, 2 gün, bir ay çıkayımız 30 yılın kılıvatımız. Bunlarla şundaq ihtiyari vakit acıtып, iş yerinden kılıp, bunun ideyi cehetten hizmet kılıp, kıldığanlarının hiç olmayan vaxtda hemen ayağı barım, hemen da bir iş için, Uygur'un iş için barımız yok hem de. Bağın diyen vaxtda bir yatak pulunu, yavunsa bir yol pulunu çıkarıp verse herhalde bunda kıldığanlar texim köpeydi. Yalnız kılvatkanlar texi çoğurak bir hevesi bilen kılıp heyecan bilen kılıdı. Şuların bir yerde ötüp gitmek. Yaxşı. Ya ameliyatda jihim pul emaska, mundaq aytganda bir adam oyda bir qop tamakini oz cheksiz chiqdi. Onun aqıdan pishni fasod qilish, onu bermayman, qilmayman, etmayman deyishning hojitim yo'q ameliyatda. Da'vo deganda hech kim maosh bermaydi. Mundaq aytganda hozirgi Uyg'urning da'vosi o'zimiz qo'llash bilan bo'lib vatanda bo'lsa, ashta bo'ldi, o'sha yanchiqimizdan chiqarib qilmas qildi. Shuni chet ellikkim kap ko'rib baqdiq. Yani şu hammaylar bedava xizmat qilyotdi, yanchiqdan chiqarib qilyotdi. Şu ameliyat şu davada menvatqa odamning oilasi va bolalari va mundaq aytganda. Yani shuni tashlab qiladi aslida. Hamda xudo qatim namoyishning o'zida aloqa ba'zilarda de organiza yaxshi bo'lmabdi deb. Ularning istek bo'yicha bo'lsa, bularni yotoq o'rinlashtirsa, qaytadiganda ketadiganda hammasini mashin bilan aparsa, akassa, tomoqlarni o'rinlashtirsa, mashina to'xtatadigan otoparklarni o'rinlashtirsa, bularning istegi o'tgandi. Shuning uchun bunday aytganda pul ketadi. Hammasi iqtisod bo'ldi. Şu anda mesela Türkiye'nin peysakma $3 degende Türkiye'nin sakmanda bir adamdan hesapta 12 TL degenge. 12 TL'ga bir kap mal bor ekanmaydi. Bir adamdan bir aylık maaşıdan hiç olmasa aylık bir ekmekni bir kap tamakını az çekse tamak çekmeydi Allah hiç olmaz kopaylık artık yaydıgan sorunda yaşamat kıldıgan dersinden bir 12 TL'ni kısıp kalsa çıkıdı hemen açıyor degende.
Hammada mana shunday xolis xizmat qilgan vaqtning o'zida bir natija chiqadi aslında. Mencha bu yaxshi fikr deb o'ylayman. Biraz mablag' olsun tashkilotlarning. Tashkilotning mablag' bo'lsin emas. Bunday qilib aytganda televizor qismi, gazet qismi oddiy bir misol. İsa Yusuf Alip'teki vaqtında qalqda men Ömer Qulga taklif etdim. Hocam biz bir gazet chiqaraylik dedim. Qanday shaklda gazet chiqarmaymiz? Turkiyada sivil toplumda manchilik odam bor ekan, manchilik tashkilot bor ekan. Mushlarni ideya jihatdan birlikka keltiradigan bir to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bir gazet chiqaraylik dedim. Shuning pulini chiqaramidik bunday deb aytganda. Sababi nima desangiz, shu yerga kelib men mana manchilik yordam qilmay deydigan odamga asli yo'q. Mesela hiç bo'lmasa shunda vaqtga, dernekka yoki qurultoyga oyda manchilikda badal puli bersa, ashinadan chiqaribmi qig'il bo'ldi amaliyot ashlarni. Undaq deb aytganda moliyaning kamchiligi ashni qig'il qo'ymayotdi bunda. Ayliqqa uydan chiqmay o'tirib olib, ayliqqa avay degandek meni chaqmaga ilam 1000 yil yashasin deb qo'yib, andikina tashkilotlar uni qilib bermadi, buni qilmadi, aqqa ayish xato, mani qilolmadi, ani qilolmadi deb og'rinishning o'zi yo'q mencha. Hamma odam oldi bilan men nima qila oldim? Qo'limdan nima keldi? Faqat bo'lmas qilamagan odam ish bo'lmas shu Uyg'urlik badal pulning bo'lsa vaqtida bersa, men mancha pul beryapman, mening bergan pulim bilan maoshni qilyapti deb aslida shundan g'urur tuysi bo'ldi. Onu bir adamning berganini oshkorlab bilmagandek ekan. Sidney'de meşrep var. O meşrepin ezası. Belki 9-10 yıl oldu. Barbaran vakitlerim pek az. Ayda meşrep ezalarından mı $50 yığıldı. Her ay. Kelmese mi? Mesela bir ay gelmedi, onunki gelse şu kelme gel aynınkini mi verelim? Koçpalı'da. Demek yılda $600 diyen gel. Meşrep'in cihaz neslerge tövbesi var. Mesela bazı vakitlerde bir faaliyet oldu. Hatta pul yığış bu biraz tez. Köperek özümü şu yan çubuğundan çıkarıp köperek iş kılmış şu meşrep ezalarında. Eğer gerek olsa şu yığılgan puldan mı önem kılıyor. Mesela bir öy alış nimisi var, planı var. Ona mı yaşı pul yığıldı hazır geçe. $3000'dan, $6000'dan veriyor kalendaşlarımız var. Demek ki buranın kıskası şu meşrep, cık neslerinin şimdi şu meşrep ezalarının dümbesinde köpüldüsü. O bizde olmamış Germaniyada çoğunlar meşrepi, bizimki yaşlar meşrepi, yanma meşrep var. Şimdi Germaniyadaki aşkançılık, gastronomiya hesapsak bir 30'a yakın dükkan var desek, muşununki 80%'de muşu iki meşrepteki kırındaşlarımızınki dükkanlar yani. Qanday bir ish olsa, birinchi o'la vazifa mush ishki meşreptiki. Ishki meşrep shu da. Ha, shuda bu vazifa. Qilgandan qarindoshlarimizningki aytan yuqori sonliq raqam bilan eng jiq berdiganlari, ya'ni mushu ish mang'uzvatgan odamlarimiz meşreptiki qarindoshlar qiladi. Qolgan qarindoshlarimiz yana qo'shimcha yordam qilib, yondan qiladi, mushtaq ib ketib boramiz. O ayrim bir masala hamda shu jiddiy o'g'an qilib azazdan bedellik meselesini bir muqim o'rlashtirib olsak, to'xtamay azazdan ig'ir ekanmaydi. Bu yaxshi bir narsa. Bu yaxshi bir plan da. Amaliyotda hamma odam shuni qila oladi. Masalan, Turkiyaga 1%, maoshiningki 1200 lira olsa, 12 ko'rgan 1%. 1,2% bo'ldi. 12 euro, 12 TL degan. Yevropa uchun balkim 0,2% bir ayda to'laydi shuni. Bu pul az ko'rsak bo'lmaydi. Bu pul naydi butun sirq dunyoda vatandan boshqa yerda operatsiyani qurishib kelsa, ham az yo'q deganda 1 million odam bor desak, operatsiyaga qo'shib 1 million odam bo'lsa, shuning 50%ni 500 ming odam shu bir oyda $1 beralisa, $500 ming. Dunyoga qurtayga tushadigan $1 berarsa.
Eğer 2 dolardan verirse, jığıp olmayacak Avrupa'nın koşup 1 milyon dolar. Yılda 12 milyon dolar. Bu yıllık 5.000 eurodan 5.000 adamdan yıkandım bu kuşluk bir narsa. Hem sağlam boladı. O sağlam. Sağlam buldu. Hem bunun cevabını verelim gap. Hükümet kime her qanday adam cevabını veradi. Pakis pul. Onun so'ramaydi Her qanday adam qila oladi. Hem Uyg'urlar desa vatan debmiş ko'ngilli bo'lsa biz dollar nima abatni bir qop tamaki. Bir qop tamaki chekmasak o'lamizmi? 1 kilo neşfli nasıl mevcut yemesek ölümüz mü? Ölmeyimiz. Şunu kısaca şunu bersek her qanday adam şilmiga adam birkaç sosyal yardım ağa adam bereladigan bu narsa. Bu pul bir ayda 500 ming koydun hesaplasa bir oy qaray bir yildirga kaç milyon oldu? 6 milyon. Yılda hesapla şu nurgun pul bu. Bana sebep ketmeydi onun. Bunu var qara şu muqim qilib qonunluq hammadan muntizim qilib Uyg'urlar bo'lib kelsa qonunni Uyg'ur bormi vatan bormi shuni to'laysa to'lamasa tafsilni qilish kerak ammo yuzda menimcha bo'lsa hozirgi vaziyatda 170% Uyg'ur buni qiladi. Buni abaqi bir o'yin, abaqi bir nimani bir o'rlashtirsa qildik-a Anvar aka. Bu oz pul emas. Mashadagi hamshaylarni bir kunlik bir yerga chaqirib hammasini. Hozir quloqqa uyga boramiz desak, bu yerda hozir birsimizning tag'da, birsimizning bag'da buni yetishib qolamaymiz. Dunyo Uyg'ur qurultayiniki, yalnız men yerlik tashkilotningki bir faoliyati bor-da. Ha, shu. Qo'lni kesmasa qon chiqmaydi. Bu yerda bütün hamma narsani yerlik tashkilotningki bir faoliyati bor-da. Bütün hammasini shunga bir ko'lga yig'ib hammasini. Ashada turib taraf qo'limizga daftar tutib antrak mana bu. Uyg'urmi sen Uyg'ur? Qanday faoliyat yeydigan ichadigan ya bo'lsa kelsa. Uyg'urli bo'lsang, hamda mana bir oyda 5 so'm pul Eğer kilemde kelmedi ha. Eğer kelmese andas manam antrak. 5 eurodan. 5 eurodan deb hammasi o'qib. Mana o'xshash o'rlashtirsa qildik ya bunga. Bo'lmasa hozir o'tgangidek uyim 4'müş, 5'imiz almış Almanda qilib qolsa bu oylar ochib ketadi bu yerda. Adamda Facebook'da yo internet hamma narsa yezib manda bu David Vamayda bir faoliyat yuradi. Kavappa tamoq va deb chiroyli chaqirib Eşeğinin aldığı vagan çağda depterden taraf tutup bana meylen, sen ihtiyarı yok. Sen besim yok. İhtiyarın olsa Uygur mu? Uygur olsan bana. Üzerinin vicdanını koldan kapçaysa bana imzana. Öy mü öy? El burun digen, öy mağımız digen akmadı o. Ama boşuna geçerden. Bu tayarlık qilib. Germaniyada 500 Uygur olsa 500 Uygur'unki şu zevkiş güzellik öy oldu. Şu öy mü verip tizimlab, kantos numarasini elab, imzo atqizib, shuni ola avtomatik nima kesib olgan. Bu uylarga berib qildik-ku anachilni qara. Buni menimcha hamda hozir qanday o'zi qo'ypasa kavab desang keladi, yana ketadi qara. Ashada turib imzo kontrakt tuzmamdamiz yig'i. Kamiz shu. Qog'innikiga boramiz vaqtida. To'g'rimi bu? Ha, bu hozir bu kimning vaqti hozir bildirgan qilsan, kechimiga o'tgan ko'rgan joyda uyga kelganda ish ko'p ketgan Nuri, ana. Burun vaqt bo'lgan bo'lsa, hozir mushunga hozir isola paydo qo'y. Agar bu pul yig'ilib qolsa, har yili dunyoga qurultayga u nurg'un pul keldi. Mushunga vaqt chiqarish kerak. Mushu tashkilotdagi odamlar vaqt chiqarish kerak. Ha bo'ldi, pul bo'ldi. Onaki yana mana bir taraf bor. Tijorat qilib nima qilamiz? Buni tijorat o'xshash. Sosyal media deb qo'ymizga, hamda hisobda Facebook, WhatsApp bu narsalarda hozir Xitoydan boshqa, bizning vatanimizdan boshqa dunyoning hamma yeri bilan aloqa bo'ldi. Tashviqotni kuchaytirish kerak. Birinchisi, ikkinchi bir narsa meni oldin qatim Norvegiyaga berib ko'rganim. Norvegiya Uyg'ur komitetininki Uyg'urlik badal pulini to'plagandan keyin bu pulniki masalan moyda to'plangan pul manchilik pul to'plandi. Bu pulning manchilik pulni biz ma'noga ishlatdik, manchilik pulni ma'noga ishlatdik deb hamma son sifirni ochiq oshkorlaydi ekan. Haber tarqayadi. Hamma narsani oshkorlaydi ekan. Bizning hozirgi Uyg'ur to'plamida mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Amerikada, dunyoning nerede bo'lsa, nurg'unlarning nazarda ayliqi bergan $100, $200, $1 $2 pul ko'ziga jiq ko'rinib ketdi.
Dünyanın hamma yerlik Uyg'ur mening o'xshash mushunda berib etadigan mardlik bilan deb Dünya Uyg'ur qurultoyining to'lmaydigan cho'ntigi va bu pulni xajlab oldi deydiganlar bor. Baba, jiq undala. Shunga meningki hamda taklifim qila olsa hamma maxfiyatlikni oshkorlashning hojati yo'q. Chunki bu Dünya Uyg'ur qurultoyining oshkorlash tegishli narsalar va oshkorlash tegishli narsalar va siyosiy olarak. Anda bo'lgandan keyin oshkorlash tegishli narsalarni, masalan, bu oyda manchilik pul to'plandi, bu pulning ma qismini ma'noga ishlatdi. Ish bo'lmasa qarshidagi odam bir narsaga bizning tashkilotimiz manda ishni qilib yetibdi dedi. Anından bir ümit oldu ham ishini do'andan kimcha. Oshkorlash tegishli qismini oshkorlasa, oshkorlamaslik tegishli qismi qilib qolsa bunda isbot aytganda. A vaqtda andikin tashkilotlar texnik planga deb o'ylayman. Ham Norvegiyaga berib ko'gini mashu ulayliqi Noruz'un emdi dediyseniz yaylıqda mançilik pul toplandı. Bu pulun mescid mançilik işlettik. Yardım için mançilik işlettik. Türkiye'dekiler yardım için mançilik işlettik. Ben mi sansıpırını aşkarlıdı. Bu ne bakırsanız? Yaylıqda pulunu belge adam mı? Ağa adam mı? İstirahat buldu analıkı. Ameliyat için sonra bu dünya hukuku olsun, meli dava sepedik adamlar olsun, hemisi bedava hizmet qilgan adamlar, hiç kimning pulini xarjlamaydi. Lekin ba'zi odamlar qo'p biz birimiz bu pul ne ketadi deydigan bunda ayollar jimra odamlar bor-ku. Pul bergandiki uning hisobini berish kerak. Ma'lum vaqtlarcha shunda bo'lib kelgan. Ya'ni qurultayning yig'ilgan pul, chiqim, kirim uning hisobini berilib kelgan der doim. Bizning miyadagi tashkilotimiz Yevropa Sharq Turkiston birligining shunda manchilik yilda chiqimi bo'ldi, manchilik kirimi bo'ldi deb buni ko'rsatib turib kelyapmiz. Ma'lum yillardan keyin ma'lum sabablar bilan bu ish qilib qoldi, ammo mayli oz bersin, mayli jiq bersin, pul bergan odam albatta u pulninki qayaga qandoq xashligini so'rash huquqi bor. Buni u vaqtda pokiz bo'ladi. Ham bu tashkilotning ichida meniyotganlar, bu ishni qilayotganlarningki vijdoni saf, yo'riq bo'ladi. Ham ko'pchilikning oldida nima bo'ldi? Buning uchun buning degandek sistemlashib inshaalloh buning bilan shundoq mana. Yillik buniki yillik plani bo'lishi kerak. Boshda yilning 5-ida bir yilning planini qilish kerak. Dunyo qurultoyi bu yillik planni o'ziniki ham deyiladi. İlan qılalaydigan planlarını ilan qilib ne qilishga shuni qarta pullar shu ming bo'yicha ma'noga nimqanki yil oxirisida bug'ib buni hisobini yig'ib biz meyaga manch pul ishlatdik deb ne qilsa hisobini bersa u zaten ishlatgan narsa uchiq ham narsa talab qo'yganki uchiq bo'ladi zaten. Adam bu pul yig'ilgan ekan bu hozirgidek 4 odam emas. Dunyoga qurultayni butun dunyoda 400 odam ishlatildi. Tibetaniga o'xshash. O'ylab bak. Bu $1 hozir 500 ming odam sirq dunyoga uyg'urlar hisoblasang eng oz deganda. Hozir 500 emas, 500 ming emas-ku. $2 o'sdi, $3 o'sdi. O'xshash emas. Shunda to'g'ri ashta kesiklikkan qo'y, ashtaning maoshini manchib shunda bir nimda qo'y. Yani Tibetning bunga shu umumiy ham yig'ib etqoqda qarindoshlar. Bu da'voga iqtisodiy jihatdan umum xalq ega chiqmasak bo'lmaydi ekan. Chunki keyingi yillarda o'tirib chiqqan masalalar yoki bizning his qilganimiz yolg'iz dunyo qurultaylar emas. Turkiya olsun, O'rta Osiyo olsun, Amerika olsun, ne bo'lsin, bu umum xalqdan to'xtamay keladigan bir moddiy imkon bo'lmagandan keyin ish beshiliklar gongrab qoladi ekanda. To'g'ri. Mundaq vaqtida Xitoyni teshotolmaydi ekan. Xitoy qo'pab so'nkini ko'tarib, "Men Xitoyning adimi." To'g'ri. "Men pulni qashlar" demaydi. "Men taz gongravatdi" deb shu ishni qildigan ashtaq odamlar orqali moddiy jihatdan yordam beryapti. To'g'ri. Yordam berib, u bergan odamni vatanparvar odam, u deydi, "Mening berganligimni hech kimga dema, chunki keyin ziyon bo'lib qoladi. Shuni ishiltib qo'yasa" deydi. Shuning bilan deb qo'yib ma'lum vaqt o'tgandan keyin u uning aslan idisini singdirdi. Bu asli manda menish kerak. Manda bo'lish kerak, anda bo'lish kerak deb asta o'qilni urib qo'ydi. Qilgandan keyin, "Bicharamdi. Ya kimning arusida o'ttasang shuni naqsini et" deb, aning naqsini chiqib to'g'ri keladi. Chunki xalq ego bo'lgandan keyin ashta bo'lyapti. Bo'ldi. Uni ochiq demasak bo'lmaydi. Shu sababdan ba'zi bir yugan Harunning asosiy rollari xalqning qo'ldan chiqib kelib, keyin oxiri xayrlik chiqmayapti bu ishniki. Shu umum xalq ega chiqimiz
umumxalq surishtisini qilamiz, umumxalq liderini ching tutamiz. Shu shaklda qilib bu ish sog'lomlanadi. O'zimizning davarimizni o'zimizning pul bilan demsa. Shunda olgan vaqtda uni albatta. Unda olsa 30 olma aldiraydiganlar bor-ki. Bugungi mashrab hozircha chiroyli keldi. Ma inimiz Habibullohmi? Tahir. Nayt xush bulduk. Yaxshi paranlarni qilib berdi. Buni lekin davomli o'tdag'imiz. Yengida vatan bizga nisbatan eng yangi chiqqan yangi fikrlar bilan ya inimiz bizni Turkiya qaraganda ma Yevropa ushur ma tasdiq etdi-ku. Şu işki yılın aldığım şu kel dep ketadigan bo'lib, uçur deplar turib qalay Turkiyada dep. Ne şu yeni olgan adam seğindi ekan o'tganda biz keyga vaqtliq yo'llar biroz ochiq vaqtida ko'rishib kelar deb seğinib keldik biz ham ko'rishgan baliq ilashikimiz. Voy ajika vatanni seğinib ketdik. Shundami ko'zimizni ochib ketib bordi ko'rishib olayli. Vatanning purqini keldik. Desam shunga fikr Sizini provasını deb jünmatıma dedi. Neç gün oldu jünmeni tanıdı.